Markaziy bank Sertibiu kiberxavfsizlik markazi kiberxavfsizlikni ta'minlash hamda raqamli texnologiyalar vositalarini qo'llagan holda sodir etilgan buzarliklarni oldini olish bo'yicha tayyorlayotgan axborotlarni sizlarga taqdim etishda davom etmoqda. Bizning maqsadimiz keng jamoatchilikni kiberxavfsizlik masalalarida ogohlikka chaqirish va zamonaviy tahdidlarga qarshi kurashishda yordam berishdir. Sizni o'z navbatida kanalimizga obuna bo'lishga va tayyorlangan axborotlarni kuzatib borishga chaqirib qolamiz. Sizga begona raqamlardan qo'ng'iroq qilib, o'zini Markaziy bank, tijorat banki yoki to'lov tashkiloti xodimi sifatida tanishtirib, sizning nomingizga onlayn ravishda kredit rasmiylashtirish bo'yicha arizalar kelib tushganini yoki bo'lmasam boshqa yo'llar bilan sizning telefon raqamingizga bir martalik OTP kodini tasdiqlash maqsadida telefon qilishganmi? Qo'ng'iroq qilishmagan bo'lsa-ku, bu yaxshi, ammo ehtiyot chorasi sifatida roligimizni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Chunki qo'ng'iroq kelsa-yu, siz uni ko'tarib suhbatlashgan bo'lsangiz ham, sizning bank kartangizdan pul mablag'i yechib olinadimi yoki yo'qligini bilib olasiz. Fuqarolarga firibgarlar qo'ng'iroq qilishganda asosan rus tilida suhbat olib borishadi. Biz bu gapimiz bilan rus tilini yomon demoqchi emasmiz, ammo firibgarlar rus tilini suhbat instrumenti sifatida foydalanishmoqda. Bunga asosiy sabab firibgarlar chet davlatlardan turib, internet tarmoqlaridan foydalangan holda fuqarolarga begona telefon raqamlaridan qo'ng'iroq qilishadi. Bu esa IP telefoniya deb nomlanadi. Bu haqida sal keyinroq to'xtalib o'tamiz. Sizga qo'ng'iroq qilib, Markaziy bank, tijorat banki yoki to'lov tashkiloti xodimi sifatida o'zini tanishtirib, sizni norasmiy ravishda ijtimoiy tarmoqlarda suhbatni davom ettirishga chaqiryaptimi? Biling, bular firibgar. Darhol telefoningizni o'chirib qo'ying. Firibgarlar sizga yana qo'ng'iroq qilishadi. Faqat bu safar boshqa raqamlardan qo'ng'iroq qilishadi. Shundan bilsangiz bo'ladiki, sizga qo'ng'iroq qilayotganlar bu firibgarlardir. Yana ham amin bo'lishingiz uchun suhbat jarayonida firibgarga "Men sizga o'zim qo'ng'iroq qilaman" deya telefonni o'chirib, o'sha raqamlarga boshqatdan telefon qilganingizda bu boshqa shaxsga tegishli bo'lgan telefon raqam yoki mavjud bo'lmagan raqam bo'lib chiqadi. Shu yerda savol tug'ilib qoladi. Ikkinchi marotaba qo'ng'iroq qilganda ham bir xil raqamdan qo'ng'iroq qilsa-chi degan. Keling, endi siz bilan IP telefoniya haqida gaplashamiz. Firibgarlar sizga har xil raqamlardan qo'ng'iroq qilishi bu avtomatik tarzda tasodifiy telefon raqamlarini olib beradigan tizim texnologiyasi. Firibgar sizga qo'ng'iroq qilishidan oldin ushbu texnologiyadan foydalanib raqam oladi va bu texnologiya tasodifiy raqamlarni aniqlab beradi. Ikkinchi usul esa bundan firibgarlarning o'zi qaysi raqamdan qo'ng'iroq qilishini xohlasa, o'sha raqamni kirgizadi va qo'ng'iroq qiladi. Qarabsizki, bir xil raqamlardan sizga qo'ng'iroq kelishi mumkin. Hozirgi kunda firibgarlar Markaziy bank nomidan foydalanib, tijorat banklari, to'lov tashkilotlari tomonidan fuqarolarga jo'natiladigan bir martalik OTP kodini olish maqsadida fuqarolarga tezroq qaror qabul qilish uchun bosim uyushtirishadi. Ma'lumot uchun aytib o'tishimiz kerakki, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki to'g'risidagi qonunga muvofiq Markaziy bank jismoniy shaxslarga moliyaviy xizmatlar ko'rsatmaydi. Fuqarolarga qo'ng'iroq qilishgan paytda bank xodimi yoki bo'lmasam firibgar ekanligini qanday aniqlash mumkin? Tijorat banklari va to'lov tashkilotlari xodimlari fuqarolardan hech qachon bank kartalari haqida ma'lumotni so'rashmaydi va bir marta tasdiqlash uchun beriladigan OTP kod, ya'ni one time passwordni ham so'rashmaydi. Fuqarolarga hech qachon qarorni hozir qabul qilishingiz kerak deb bosim qilishmaydi. Firibgarlar esa aksincha, yuqorida sanab o'tilgan barcha ma'lumotlarni so'rashadi. Markaziy bank nomidan soxta hujjatlarda ish olib borishadi. Norasmiy ravishda ijtimoiy tarmoqlarda suhbatni davom ettirishga undashadi. Keling, shu yerda bir narsaga aniqlik kirib o'tqizsak. Firibgarlar fuqarolar haqidagi ma'lumotlarni qayerdan olishadi? Eng oddiy usullardan birini aytib o'tamiz. 21-asr bu axborot texnologiyalari asri bo'lib, har bir fuqaromiz ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishadi. Fuqarolar ijtimoiy tarmoqdan ro'yxatdan o'tayotganda o'zlari haqidagi ma'lumotlarni, ismini, familiyasini va telefon raqamlarini kirgizib o'tishadi. Bu esa firibgarlarga qo'l keladi. Firibgarlar ijtimoiy tarmoqlardan siz haqingizdagi ma'lumotlarni o'rganib chiqadi. Ismingiz, familiyangiz
telefon raqamingiz va qayerda ishlashingizgacha ijtimoiy tarmoqlardan topsa bo'ladi. Bu ma'lumotlarni bilib olish uchun esa hech qanday dastur yoki zararli fayl talab qilinmaydi. Firibgarlar fuqarolarga qo'ng'iroq qilib, ijtimoiy tarmoqlar orqali o'rganib chiqqan ma'lumotlarini fuqarolarga aytib berish orqali ularning ishonchiga kirishadi. Endi esa mavzuning boshiga qaytsak, fuqarolar firibgarlar bilan telefonda suhbatlashib turgan paytda fuqarolarning bank kartalaridan avtomatik tarzda pul yechilmasligini qisman bo'lsa ham tushungan bo'lsangiz kerak. Fuqaro o'zining mobil ilovadagi akkauntini boshqarish huquqini beruvchi login va parol hamda telefon raqamiga kelgan bir martalik OTP kodni firibgarlarga berib qo'ysa yoki messenjerlar orqali tarqalgan zararli APK fayllarni mobil qurilmaga o'rnatsa, uning bank kartasidan noqonuniy ravishda pul yechib olinishi mumkin. Siz telefon orqali suhbatlashib turganingizda sizning bank kartangizdan hech qanday avtomatik tarzda pul yechilmasligini tushungan bo'lsangiz kerak. Videomiz oxirida sizga bir nechta tavsiyalarni aytib o'tmoqchimiz. Bank kartangiz, shaxsga doir ma'lumotlar va to'lov tashkilotlari, tijorat banklari tomonidan bir martalik OTP kodlarni hech kimga aytmang. Sizga qarorni hozir qabul qilishingiz kerak deb bosim qilishyaptimi? Bunday hollarda telefoningizni o'chirib qo'ying. Shubhali ro'yxatdan o'tishda shaxsiy ma'lumotlaringizni so'raydigan platformalardan ro'yxatdan o'tmang. Doimo xavfsiz platformalardan foydalaning. O'zingiz va pullaringizni ehtiyot qiling. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.